umumiy hisobda 500 million so'm deyishdi. 500 milliondan ozgina oshiqroq. Assalomu alaykum hurmatli akalar, opalar, ukalar, singillar. Sizlarga bitta iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Cho'zmayman, maqsadga o'taman. Bitta o'zimizning hamshaharimiz Gulistonlik bitta yaqin akamiz og'ir dardga chalinibdilar. O'shalarning kasalliklarini davolash uchun katta summada mablag' kerak ekan. Umumiy hisobda 500 million so'm deyishdi. 500 milliondan ozgina oshiqroq, adashmasam. 200 million so'm yig'ilib bo'lgan. Shunga agar kimda imkoniyati bo'lsa, qancha bo'lishidan qat'iy nazar 500 million so'm sizga hozir katta eshitilishi mumkin. Aslida ham katta summa, lekin videoni hech kim o'ldim deganda bir 20 mingta odam ko'rgan taqdirda ham har bitta odam 10 ming so'mdan tashlaganda ham birlashsak juda ham katta summa bo'ladi bu ham. Mayli bugun flash ichmang, Red Bull ichmang, kompyuter o'ynamang 1-2 soat, mayli bugun sigaret chekmangda bir chin ko'ngildan rozi bo'lib turib 10 mingmi, 1000 so'mmi, 5 mingmi, 100 mingmi, 150 ming farqi yo'q, qancha bo'lsa ham o'sha o'zingizning imkoniyatingizdan kelib chiqib faqat ko'nglingiz og'rimasdan chin qalbdan tashlasangiz, bitta insonni hayotini saqlab qolish uchun kichkina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lardingiz. Kimdir ishonmasa agar o'zlariga telefon qilsin yoki borib joyida o'zlari bilan ko'rishib kelsinlar. O'zimizda adashmasam agar Gulistonda ekstremda yotibdilar hozir. Qo'lingizdan kelgancha, balki birorta qo'ldan keladigan imkoniyati yaxshiroq o'ziga to'q og'ayningiz bordir, tanishingiz bordir, qo'shningiz bordir, akangiz bordir yoki siz imенно shunaqa odamni tanirsiz. O'shanaqa insonlarga jo'natib, hech bo'lmaganda shu videoni birorta yaqiningizga tashlab yoki istoriyangizga qo'yib bersangiz, misol uchun, o'shaning uchun imkon boricha yordam bera olsangiz juda ham bir yaxshi va savobli ishga qo'l urgan bo'lardingiz. Bu video bejizga sizga chiqmayapti. Imkon qadar shu birlashsak, shu paytgacha ham ko'ryapmiz, misol uchun nechta blogerlarda ham ehsonni yig'ilib bir kunda ichida kerak bo'lsa 100-200 million so'mlab pul topib tashyapti. Endi ular katta blogerlar reklama qiladi. Agar kimdir ko'rib qolsa shuni, hech bo'lmasa vaziyatda agar ishonmagan taqdiringizda ham bitta chuqurroq qarab, tekshirib ko'rib, o'zingizning amaliy yordamingizni, qo'lingizdan kelgan yordamingizni bersangiz, yaqinlari juda ham xursand bo'lgan bo'lardi. O'zingizga ham bitta savobli ishga hissa qo'shgan bo'lardingiz.